Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana muloqot ko'rsatuvi orqali uchrashib turibmiz. Ma'lumki, yurtimizda aholi salomatligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa kelajak egalari bo'lgan bolalar salomatligini muhofaza qilish asosiy e'tiborda. Va bu borada qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning izchillik bilan ijrosini ta'minlanishi esa o'z samarasini ko'rsatyapti. Bugungi muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mayda qabul qilingan 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori va qaror asosida belgilangan vazifalar, uning ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tamiz. Bugun studiyamizga Respublika markazi mutaxassislari tashrif buyurishgan. Dastlab ularni tanishtirib o'tsak. Respublika bolalar onkologiya, gematologiya va immunologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bosh shifokor o'rinbosari Sanjar Valiyev hamda markaz gematolog shifokori Nigora Rustam va shuningdek viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi onkogematologiya bo'limi boshlig'i Panji Erkayevlar bugun suhbatimizda ishtirok etishmoqda. Avvalambor studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Ma'lumki, onkologik kasalliklar bo'yicha dunyo miqyosida ham tizimli ishlar olib borilyapti. Aynan o'sha yangi dori preparatlari yoki davolash usullari tatbiq etilyapti, o'rganilyapti bu soha haligacha va yurtimizda ham bu borada ko'plab yangiliklar kiritilyapti. Keling, dastlab qabul qilingan ushbu qarorda belgilangan vazifalar va bu bo'yicha bugun qanday bir yangiliklar tatbiq etilmoqda? 2025-yil 19-mayda Respublikamiz Prezidenti tomonidan 186-sonli qaror ishlab chiqildi. Bu qarorga ko'ra asosiy mohiyati bu qarorni bolalarda onkogematologik kasalliklarni oldini olish, ularni erta tashxislash va davolashni butun jahon standartlariga mos ravishda moslashtirish bilan bog'liq. Bu kasallikni asosiy davolashda bizda qanchalik erta tashxislasak, shunchalik davolash effektivligi va vaqti ketadigan mablag' qisqarib boradi. Shuning uchun bu qaror vaqtida qabul qilindi deb o'ylayman. Chunki bu qarorda asosiy maqsadlarimiz bizning kelajagimiz, bolajonlarimizni hayotini saqlashda, ularni hayotini uzaytirishga qaratilgan chora-tadbirlardan iborat bo'ladi. Bu qarorimizda respublikamizdagi bolalar onkogematologiyasi sohasida davolayotgan shifoxonalarni moddiy tibbiyot bazasini yangilash va ularda shifokorlarning malakalarini oshirish, ya'ni respublikada akademik hub tashkil qilishdan iborat bo'ladi. Bu akademik hubda butun dunyodan yetakchi mutaxassislar kelib turib bizni yangi davolash protokollarini ishlab chiqishda, bolalarimizni davolashda yangi binolarni qurishda bizga bilan hamkorlik qilishlar kiritib o'tilgan va 2030-yillarga borib onkologik kasallik bilan kasallangan bolalarni sog'aytirish darajasini 60-65% ga oshirish. Ya'ni hozirgi paytda mana bundan 4 yil, 5 yil oldin bolalar onkogematologiyasi sohasida kasallangan bolalarning sog'ayish ko'rsatkichi 17% edi. Hozir mana 3 yil, 4 yil davomida kasallikdan sog'ayish bolalar o'rtasida 35% ga ko'tarildi. Mana shu 2030-yilga borib maqsad qilib qo'yilgan bu kasallikdan sog'ayish darajasini 65% gacha ko'tarish maqsad qilib qo'yilgan. Endi barcha kasalliklarni bilamiz, davolashdan oldini olish osonroq hamda samaraliroq va o'sha mutaxassislarning so'zlarini eshitganmizki, o'sha aynan onkologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash 95% holatlargacha to'liq davolash imkonini berar ekan. Demak, bolalar saratoni bo'yicha mana amalga oshirilayotgan ishlar bugun mana shu darajani qaysi bosqichga olib chiqdi? Umuman olganda bolalar o'rtasida uchrayotgan o'sha saraton kasalligini aniqlashda bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ularning samarasi qanday bo'lyapti? Mana respublikamizda hozir birinchi bo'lib Samarqand viloyatini Ishtixon tumanida ishlangan rejalar tasdiqlangan. Bu rejada, birlamchi rejada shu kasallik bilan kasallangan bolalarni erta aniqlash, qanaqa qilib aniqlash to'g'risida tartib ishlab chiqildi. Bunda har bir patronaj hamshirasiga qo'liga o'sha maxsus patronaj plansheti tarqatildi. Bu planshetda biz 15 ta savolnoma tuzilgan. Bu 15 ta savolnomada asosan kasallikni erta bosqichlari, qaysi kasallikni erta bosqichlariga qarab turib, u ha yoki yo'q javobi qo'yiladi. Agar 15 ta savolnomadan 2 ta yoki 3 ta undan oshiq
ha javobi beriladigan bo'lsa, shu planshetga belgilagan vaqtida avtomatik ravishda u qizil chiroq yonib turadi, toki u bemor shifokorga borib ko'rikdan o'tib nazoratdan yechilmaguncha shu qizil chiroq yonib turadi va o'sha bemorni yashil yo'lak, onkologik kasallikka shubha qilingan bo'lsa, yashil yo'lak orqali navbatsiz shifokor ko'rigiga o'tadi va shifokor ko'rigidan keyin agar onkologik kasallik istisno qilinsa, u o'sha qizil chiroq o'chiriladi va bu bemor shu nazoratga olinadi. Shuning uchun bu mana shu narsa bolalarda onkologik kasalliklarni erta aniqlashda, erta tashxislashda juda muhim rol o'ynaydi. Mana bizga ma'lumki, onkologik kasalliklarda bolalar o'rtasida sog'ayish darajasi kattalarikidan keskin farq qiladi. Bularni agar erta tashxis qo'ysak, 90-95% gacha sog'ayib ketadi bu bolalarda. Agar teskarisi bu bolachalarimizda kech bosqichda, 4-bosqichda diagnoz qo'yadigan bo'lsak, teskarisi bu bolalarda sog'aymaslik ehtimolligi juda oshib ketadi. O'shaning uchun bizni kasalligimizda vaqt juda ham muhim rol o'ynaydi. O'shaning uchun bu mana shu muloqotimizdan asosiy maqsadimiz bolalarni ota-onalarini ogohlikka chaqirib, bolalarni ota-onalarini shu ertaroq farzandlarini shifokorga, mutaxassisga qanaqa ko'rsatib turish. Mana bolalarimizda ko'pincha limfa uzillari kattalashadi, ko'pincha o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi. Shunda albatta bitta shifokorga ko'rsatib qo'ysa, hech qanaqa ziyon qilmaydi. Shuning uchun fursatdan foydalanib, ota-onalarimizga chaqirig'imiz, iltimosimiz, bolalaringizga bee'tibor bo'lmang, shifokorga vaqtida ko'rsatib turing. Saraton kasallik boshqa kasalliklardan birmuncha farq qiladigan bir tomoni ham o'sha ilk belgilari birdaniga namoyon bo'lmaydi-da. Albatta bu o'sha ota-onalarimizni yana ham bir diqqatliroq bo'lishga, har bitta o'sha farzanddagi o'zgarishlarga e'tiborli bo'lishga, hushyor bo'lishga undaydi-da. Aynan o'sha qanday o'zgarishlar saraton kasalligining ilk belgilari bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda bemorlarimizda, bizlarda bolalarimizda umumiy holsizlik, umumiy simptomatika deydi. Bu hamma ko'pchilik kasallikda uchrab turadigan holatlar. Bola juda holsiz bo'lib qoladi, ishtaha tushadi, sochlari to'kilishi mumkin, tanasida har xil toshmalar paydo bo'lishi mumkin, ko'karishlar paydo bo'lishi mumkin. Mana gematologik kasalliklarda, leykozlarda shunaqa ko'p holat kuzatiladi. Burni tez-tez qonab turishi mumkin. Yoki mana bizlarning bolalarimizda ko'p uchraydi, limfa uzillari, mana bo'ynida, qulog'ining ostida yoki qo'ltig'ining ostida limfa tugunlarining kattalashishini ko'rishimiz mumkin. O'shanaqa holatlar bu kasallikni erta bosqichlari. Yoki bo'lmasa mana suyaklarda uchraydigan onkologik kasalliklar bo'ladi. Bu shu bo'g'imlardagi og'riqlar, bo'g'imlardagi shishlar, harakat cheklanishi bilan boshlanadi. Ushlab ko'rganda shu joyda mahalliy harorat bo'ladi. Bu kasallikni erta belgilari. Agar shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigiga, tor mutaxassis ko'rigiga olib borib ko'rsatib qo'yish kerak. Endi shu o'rinda o'sha oilaviy shifokorlarning malakasi umuman olganda o'sha birinchi zvenoda faoliyat yuritayotgan shifokorlarning tajribasi ham muhim hisoblanadi. Mana o'sha ilk belgilar paydo bo'lganda hali endi shubha qilinyapti. Olib borganda o'sha shifokorlarimiz birinchi bo'g'imda ishlayotgan to'g'ri yo'naltira bilishi muhim. Demak, ularni tajribasini yoki malakasini oshirish, umuman saraton kasalligi haqida o'sha umumiy amaliyot shifokorlari, oilaviy shifokorlarni bir tushunchalarini oshirish bo'yicha ham bir qandaydir targ'ibot ishlari olib borilyaptimi? Albatta. Mana men yuqorida aytib o'tdim, mana shu yangi qabul qilingan qaror bo'yicha mana akademik hub tashkil qilingan. Bu akademik hubda butun O'zbekistonning yetakchi mutaxassislaridan tashqari mana chet eldan mutaxassislar tashkil qilingan. Bu mana shu qarorda yana keltirib o'tilganki, agar akademik hubni bitiradigan bo'lsa, bitiruvchisi, bular asosan mana shu viloyatlarda ishlaydigan, periferiyada ishlaydigan shifokorlar qayta tayyorlanadi. Agar bular qayta tayyorlangandan keyin, ularni maxsus kursidan keyin ularni oyligiga buni rag'batlantirish uchun o'sha akademik hubni bitirganligi uchun yana 2 barobar oylik to'lab beriladi. Ustama bilan rag'batlantirish uchun. O'shaning uchun mana shu bu shifokorlarimizni yaxshi o'sha bilim olishi uchun, bemorlarimizni ustida yana ham qayta chuqurroq ishlash uchun o'zlarining tajribalarini orttirib kelishi mumkin. Umuman olganda bolalarda uchrayotgan saraton kasalliklarining turlari bo'yicha ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Bolalarda
butun dunyoda, shu jumladan O'zbekiston sharoitida ham eng ko'p uchraydigan bu o'sma kasalliklari bu bosh miya o'smalari. Bu bosh miya o'smalari butun bolalarda uchraydigan onkologik kasalliklarning 26% tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda bu mana oq qon kasalligi deydi xalq tilida, leykozlar, gemoblastoz kasalliklari, limfoma kasalliklari bular ikkinchi o'rinda uchraydi. Uchinchi o'rinda esa qorin bo'shlig'ida uchraydigan onkologik kasalliklar. Bular nefroblastoma, neyroblastoma, bular ko'pincha tug'ma kasallik hisoblanadi. O'zi bolalar onkologiyasida ikkita rivojlanishni pik nuqtasi bo'ladi. Birinchi nuqtasi o'sha birinchi pik davri 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda bolalar, yangi tug'ilgan bolalarda ko'proq tashxis qo'yiladi. Bu o'sha masalan 3 yoshgacha embriogenezning rivojlanishini buzilishi natijasida paydo bo'ladigan o'smalar, xavfli o'smalar. Keyingi pik davri bu o'smirlik davri. Ya'ni bolalarni shu 12 yoshdan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan davrda bu kasallik bilan aniqlanish, diagnoz qo'yilishi davri ko'p bo'ladi. Chunki bu davrda bolalarda tez o'sadi, tez rivojlanadi. Gormonlarni o'zgarishi kuzatilishi hisobiga bu organizmdagi xavfli o'smalarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun bu davrdagi bolalarni e'tibor bilan tekshiruvni amalga oshirishimiz lozim. Endi mana shu tekshiruvlar necha bosqichda amalga oshiriladi? Umuman olganda bugun o'sha respublika markazidagi tashxislash usullari viloyatlarda, hududlarda ham mavjudmi? Onkogematologiya viloyat ko'p tomonli tibbiyot markazida onkogematologiya bo'limi 50 o'rinli shifo o'rni bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shifokorlarimiz endi gematolog va onkolog gematologlarimiz, oliy toifali mutaxassislarimiz mavjud. Hozirgi kunda bu onkogematologik kasalliklarga diagnostika qo'yish uchun shifoxonamizda UZI apparatlari, yaqin kunda MRT, MSKT apparati ham qo'yildi. Shu bilan birga rentgen va qonni umumiy bioximik tahlillari va shu bilan birga qonni morfologik tahlillari ham mutaxassislarimiz mavjud, o'tkazib kelinmoqda. Shuni hisobidan ham onkologik kasalliklarga shubha bo'lgan kasalliklar, shu bilan birga onkogematologik kasalliklarga bo'lgan shubhali kasalliklarimiz hozirda vaqtida aniqlanyapti. Va shu prezidentimizning qarorlariga muvofiq davolash muddatlari ancha qisqargan. Tez kunlarda o'sha ximioterapiya deymizmi yoki jarrohlik muolajalarimi shu viloyatimizda ham o'tkazilib kelinmoqda. Shu bilan birga qarorlariga muvofiq respublikamizda onkogematologiya markazi bilan birgalikda butun jahon standartlariga muvofiq ravishda bayonnomalar, davolash standarti bayonnomalari tuzilgan va tekshiruv usullari ham aynan o'sha maqsadga muvofiq olib borilmoqda. Shuni hisobidan ham viloyatimizda kasalliklarga erta tashxis qo'yish deyarli yaxshi yo'lga qo'yilgan va yashil yo'lak bo'yicha respublika onkogematologiya markazi bilan bog'liqlik tomoni bor va ma'lum bir kasalliklarni respublikaga yuborish imkoniyatimiz ham va shu yerda davolash imkoniyatimiz ham mavjud. Qo'shimcha qilishim mumkinki, mana shu 186 qaror bo'yicha bundan oldin 183 sonli prezident qarori chiqqan 24-yil aprel oyida. Shu qarorlar bo'yicha butun respublikada respublika onkologiya gematologiya markazini filiallarini mijregional filiallarini ochish to'g'risida qaror chiqqan. Shulardan bittasi mana Samarqand viloyatida va ikkinchisi Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahrida qurilish rejalashtirilgan. Bunda o'sha rejalashtirilgan klinikada butun dunyodagi eng yetakchi klinikalardan biri sifatida bolalar onkologiyasini davolash sohasi bo'yicha eng yetakchi klinikalardan bor hamma narsa bo'ladi. U yer jihozlanishi. Uni jihozlashda asosan Avstriya bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Avstriyani o'sha loyihasi bilan amalga oshirilib, mana shu o'zi hozir bu mana shu prezident qarori bilan tasdiqlangan, mablag'lar ajratilgan. Mana hozir Samarqandda bu loyiha ishga tushib, hozir Samarqand viloyatida qurilish boshlandi. Mana keyingi etapda Qashqadaryo viloyatiga shu bolalar onkogematologiya markazini qurish rejaga kiritilgan.
Endi shu o'rinda mutaxassislarning malakasini oshirish, umuman olganda o'sha xorijga borib tajriba o'rganishi, xalqaro darajada xizmat ko'rsatishni aynan o'sha yurtimizda tatbiq etilishi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Hozirgi kunda prezidentimizning qarorlariga asosan markazimiz tomonidan bir qancha shifokorlarimiz Turkiya, Avstriya, Italiya, Yevropani davlatlarida o'z malakalarini oshirib qaytdilar. Shu jumladan o'zim ham Turkiya davlatida 2 marta davlat tarafidan bemorlarimiz bilan birga u yerda ilik ko'chirish amaliyotini o'tkazish va uni o'rganish borasida malakani oshirib qaytdim. Kelgusida mamlakatimizda ilik ko'chirish amaliyotini yo'lga qo'yish va uni amaliyotni amalga oshirish borasida hozirgi kunda ishlar boshlangan. Buning qurilish inshooti ham markazimiz hududida boshlangan, qurilish ishlari ketyapti hozirgi kunda va bu amaliyotni o'zimiz amalga oshiramiz. Shuni sa'y-harakatida chet davlatlarga borib, malakamizni oshirib qaytmoqdamiz. Xorij tajribasini agar taqqoslaganda qanday farqli yoki o'xshash tomonlari mavjud? Hozirgi kunda jahon standartlari va O'zbekistonda yaratilgan, ya'ni O'zbekiston aholisi uchun, bolalar uchun moslashtirilgan bayonnomalarimiz solishtirib ko'rilganda bir xil, ya'ni jahon standartlariga to'g'ri keladi, to'liq mos keladi. Hozirgi kunda yangi o'ylab topilgan dori vositalarimiz O'zbekiston hududiga kirib kelgan. Ular ro'yxatdan o'tkazildi va shu kunlarda oxirgi 2 oyda biz u yangi dorilarni ham qo'llab bolalarda ishlatib ko'rdik. Samara natijalari juda ham yaxshi. Davo muolajalari haqida ham alohida to'xtalib o'tsangiz, demak, bugun olib borilayotgan davo muolajalari qanday samara beryapti? Avvalgi holatlar bilan taqqoslaganda o'sha hayot sifatini yaxshilash, umr davomiyligini oshirishda qanday natija ko'rsatilmoqda? Hozirgi kunda O'zbekiston hududidagi aholimiz, ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan bemor bolajonlarimiz hammasi bepul diagnostik etapdan va davolash dasturidan, ya'ni bepul davolanadi butun respublika bo'ylab va bizni markazimizga murojaat qilganda ham hammasi bepul amalga oshiriladi. Hozirgi kunda markazimiz 98-95% dori ta'minoti bilan ta'minlangan. Bundan tashqari misol keltiradigan bo'lsak, bundan 3-4 yil avval ko'rsatkichlarimiz 17-18% gacha bo'lsa, yashovchanlik va davolash natijalarimiz juda ham past ko'rsatkich bo'lsa, hozirgi kunda 35% dan yuqori va aynan oqqonga chalingan bemorlarimizda ham yashovchanlik samaradorligi va ularning umrini uzayishi, sog'lomlashtirish yuqori ko'rsatkichlarga qarab yuksalmoqda. Bolalardagi saraton kasalligini davolash, albatta bu birdaniga davo muolajalari o'zini samarasini bermaydi. Ya'niki o'sha davolash uzoq muddat talab etadi, alohida parvarish kerak bo'ladi. Albatta bunda o'sha bemorning ruhiy holati ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunda bemorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar, ya'ni mana hospislar tashkil etilishi, umuman olganda ular bilan keyingi har tomonlama ishlash bo'yicha qanday ishlar tashkil etilgan? Mamlakatimizning Toshkent shahrida 2022-23 yillarda aynan shunday kasalliklarga chalingan bemorlarimiz uchun Taskin nomli hospis tashkil qilingan. Hozirgi kunda hospis juda ham keng qamrovli ishlarni olib bormoqda. Bundan tashqari har bir markazimiz va uning filiallarida mehrli maktab ochilgan. Mehrli maktab bizni aynan saratonga chalingan bemorlarimizni davolanish uzoq davom etganligi hisobiga ham shifoxona sharoitida, ham ambulatoriya sharoitida mehrli bog'cha va mehrli maktab biz bilan birgalikda hamohang ishlaydilar. Biz bolalarni davolash jarayonidan tashqari biz ularni o'qishlariga, ularni ta'lim olishlariga, tarbiyasiga ham davlat tomonidan bu narsaga juda qattiq e'tibor berilgan va bu maktablarda ular ham davolanib, ham o'qib baho olib kelishmoqda. Endi mana shu tajribalar hududlarda ham tashkil etib borilyaptimi, viloyatlarda? Albatta, Andijon viloyati, mana kelgusida Qashqadaryo viloyatiga rejaga kiritilgan aynan. Bundan tashqari Samarqand viloyatida mehrli maktabimizning filiallari bor. Farg'onada ochildi.
yaqin kunlarda respublikani barcha viloyatlarida ushbu mehrli maktab, mehrli bog'chani filiallarini ochish va ularni ishga yuritish rejaga kiritilgan. Bundan tashqari mana o'sha bolalarda bizlarni onkogematologik kasallik bilan kasallangan bolalarimizda reabilitatsiya juda ham katta muhim rol o'ynaydi. Mana shu 186-sonli qarorda bandida o'sha reabilitatsiya ochish to'g'risida har bir markaz filiallarini bolalar ko'p tarmoqli klinik shifoxonalarda 5 tadan 10 tagacha bo'lgan reabilitatsiya markazlari ochish nazarda tutilgan. Bu ham juda ham muhim narsa bo'ladi bolalarimizni sog'aytirishda va ular sog'aygandan keyin ularni sog'lom bolalarga qo'shilib ketishi uchun albatta ma'lum vaqt ularni reabilitatsiyasi kerak bo'ladi. Shu o'rinda viloyatda olib borilayotgan ishlarga ham alohida to'xtalib o'tsangiz, aynan o'sha bolalar o'rtasida uchrayotgan saraton kasalligini qanday turlari viloyatni o'zida jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi, qanday holatlarda respublika markaziga yo'naltiriladi? Viloyatda global platforma orqali hozirgi kunda ximioterapiya dorilar bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Markazlashgan holda bu tashkil etilmoqda. O'sha respublikadagi mavjud dorilar hozirgi kunda viloyatimizda ham mavjud. Va bu dori-darmonlarni o'sha onkogematologik kasalliklarga ma'lum bir turiga, maqsadga muvofiq qo'llanib kelinmoqda. Onkologik jarrohlik muolajalari bugungi kunda o'sma kasalliklarida to'liq olib borilmoqda. Nefroblastomada, teri bilan bog'liq holatdagi o'sma holatlarida, shu bilan birga suyak bilan bog'liq holdagi o'sma holatlarida ham jarrohlik operatsiyalari viloyatda qo'llanilmoqda. Endi mana shu viloyatlarda demak o'sha e'tibor kuchaygan bugun onkologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha. Demak, mana shu qilinayotgan ishlarni samarasini biz o'sha respublikaga murojaatlarda agar qaraydigan bo'lsak, qanday natijalarni ko'rishimiz mumkin? Periferiya viloyatlar bilan ishlash bo'yicha mana har 2 oyda respublikada ishlaydigan yetakchi mutaxassislar tomonidan kuratorlik yo'nalishlari tashkil qilingan. Kuratorlar har 2 oyda bir marta kelib, bu yerda viloyatda bajarilayotgan ishlar, ularga amaliy yordam, jarrohlik amaliyotlari agar lozim bo'ladigan bo'lsa, jarrohlik amaliyotlarida qatnashish, yangi tatbiq qilingan protokollarni, jahon standartlariga mos bo'lgan protokollarni ishlab chiqishda, ularni davolashda tatbiq qilishda amaliy yordam ko'rsatib, ular bilan hamkorlikda ishga olib boryapmiz va bular bilan birga o'sha har bir bemor bilan qanaqadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, teletibbiyot aloqasi orqali har bir bemorni kelishib davolashni jarayoni to'g'risida shu kelishgan holda amalga oshirilmoqda. Endi xorijlik mutaxassislar bilan ham mana shunday hamkorlik yo'lga qo'yilganmi? Masalan, murakkab holatlarda ularni tavsiyalarini olish bo'yicha. Albatta. Mana bizada oxirgi yillarda har yilda katta kongresslar tashkil qilinmoqda. Shu kongresslarda dunyoni eng yaxshi, eng yetakchi mutaxassislari jalb qilingan holda ular bilan birga hamkorlikda ishlab bormoqda. Va ular bilan ham mana Turkiyadan bizga, Avstriyadan bizga har mutaxassislar tez kelib tashrif buyurishadi va o'sha tashrif davomida ular bilan bizlar memorandumimiz bor. Ular bilan agar bemorlarimizni ularga jo'natish, davolash, mana hozir ilik ko'chirish operatsiyasi bo'yicha Turkiya bilan, Italiya bilan bizlarda o'sha memorandum tashkil qilingan. O'sha bemorlarimizni Turkiyaga jo'natamiz va bular jo'natganimizda ular fond hisobidan mablag' to'lashi hisobiga bemorlarning ota-onasi pul to'lamaydi, davlat hisobidan o'sha Italiyaning eng yetakchi klinikalarida, mana Turkiyani 7 ta dunyodagi yetakchi klinikalari bilan memorandum imzolangan. Ular borib shu ilik ko'chirish operatsiyalarini bajarib kelishmoqda. Hozir mana o'zi bu yildan biz rejaga kiritganmiz. Mana o'sha ilik ko'chirish operatsiyasini hozir o'zi mana shu yaqin kunlarda bemorni o'zidan o'ziga olib ilikni ko'chirish operatsiyasi bajariladi yaqin kunlarda. Keyingi yilning boshida, 1-kvartalda uni boshqa odamdan olingan ilikni ko'chirib o'tkazish operatsiyasi rejaga kiritilgan. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, mana bizlarda mana yaqinda bo'layotgan quvonchli xabarlardan 2027-yilda mana shu ovoz berish yo'li bilan mana bizlarning fuqarolarimiz ham juda ham aktiv ishtirok etib, mana shuncha dunyoni qancha davlatidan bizlar 1-o'rinni olib, shuni kongressda O'zbekistonda o'tkazishga bizlar yutib chiqdik. Ovoz berish yo'li bilan o'sha ovozda bizlarning O'zbekistonimiz ana qildi. Bu O'zbekistonda juda ham katta yutug'i. Bu sayob
juda ham katta tashkilot. Butun dunyodagi bolalar onkologlarini 2 yilda bir marta o'tkaziladigan kongressi 2027 yil O'zbekistonda o'tkaziladi. Markaz mutaxassislari aynan Qashqadaryoda bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar, demak, tashrif davomida qanday maqsadlar ko'zda tutilgan? Mana tashrif davomida yuqorida aytib o'tdim, mana bolalarda onkologik, gematologik kasalliklarni oldini olish uchun shu kuratorlik yo'nalishlari bo'yicha tashrif buyurganmiz. U yerda har bir tumanga biz reja qilib olganmiz. Har bir tumanga chiqib turib, shu tumanlarda onkohushyorlikni oshirish uchun ma'ruzalar, mahallalarda chiqilishlar, mana televideniya orqali chiqilishlar orqali bemorlarimizni yoki bolalarimizni, ota-onalarni shu onkologik hushyorlikni uyg'otish va bilan birga shu davolashdagi yangi davolash mezonlarini, davolash usullarini kiritishda, qiyin bajariladigan jarrohlik amaliyotlarini shu yerdagi mutaxassislar bilan birga bajarib, ularning tajribasini oshirib, ertaga o'zlarini mustaqil o'sha amaliyotni bajaradigan mutaxassis qilishda yordamchi sifatida yordamga kelganmiz. Shu o'rinda onkologik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi omillarga alohida to'xtalib o'tsangiz, mana ko'p ma'lumotlarni o'qiymiz, eshitamiz internet tarmoqlari orqali, ba'zi bir biz iste'mol qilayotgan mahsulotlar yoki bugungi kunda mana kirib kelganki, qo'shimcha kimyoviy vositalari ko'p bo'lgan mahsulotlar, ayniqsa bolajonlar uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar shunaqa ham rang-barang, chiroyli qadoqlangan holatda chiqiladiki, u aniq aynan o'sha rangli qo'shimchalar, o'sha kimyoviy moddalar borligi aniq ular. Mana shu mahsulotlar ham onkologik kasalliklarni keltirib chiqaradimi? Albatta, ta'kidlab o'tganingizdek, haqiqatdan ham sotuv rastalarida bunday mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Ularni eng avvalo sotib olishdan avval, ya'ni bolaga bermoqchi bo'lsa, ota-ona eng avvalo uni tarkibiga e'tibor berish kerak. Tarkibida ye qo'shimchalari bo'lgan mahsulotlarni bolalarga berish mumkin emas. Bu umuman dunyo miqyosida taqiqlangan me'yor hisoblanadi. Bundan tashqari, ko'chada yoki bo'lmasam oshxonalarda, har xil ruxsat etilmagan joylarda e'tibor bersangiz, oddiy bulochkami, pirojkimi pishirib sotishadi. Bunday yog'da, qayta ishlangan yog'da yog' transgenga aylanadi. Bu oddiy so'z bilan aytganda zahar hisoblanadi. Bu nafaqat bolani organizmiga, umuman inson organizmi uchun mumkin bo'lmagan, iste'mol qilishga yaroqsiz yog' hisoblanganligi uchun biz bunday ko'chadan sotib olingan ovqatlarni, ayniqsa fast food yoki bo'lmasam tez tayyorlanuvchi va tez aynib qoluvchi mahsulotlarni bolalarga bermaslikni tavsiya etamiz. Eng avvalo ota-onalarimiz birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga, to'g'ri suv qabul qilishiga bolalariga e'tibor berish kerak. Umuman oilada mana shu narsani targ'ib qilish kerak har bir oila. Ota-onalar ko'proq shu narsalarga e'tibor bersa, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bugun olib borilayotgan chora-tadbirlar davomida o'smir qizlar o'rtasida onkologik kasalliklar kelib chiqishini oldini olish bo'yicha emlash ishlari tashkil etilib, bu borada demak joylarda emlash tadbirlari olib borilyapti. Endi mana shu tadbirlarning ahamiyati nimada? Haqiqatan mana bu butun kasalliklarda emlashni juda ham mohiyati katta. Shu jumladan mana hozirgi kunda o'sha bachadon bo'yni saratoni dunyoda eng ko'p rivojlangan kasalliklar ro'yxatiga kirdi. Mana shu hozirgi kunda shu kasallikni qo'zg'atuvchisi inson papilloma virusi qo'zg'atadi. O'sha virusga qarshi emlashlar ishga tushgan. Hozir butun dunyoda shu emlangandan keyin shu kasallik bilan rivojlangan davlatlarda kasallanish keskin tushib ketdi. Xuddi shu narsa uchun bizning mana O'zbekiston sharoitimizda ham mana o'smirlarda hozir shu odam papilloma virusiga qarshi emlashlar keng targ'ib qilib, keng amalga oshirilmoqda. Mana shu ko'pchilik ota-onalarimiz, ko'pchilik mutaxassis bo'lmagan odamlar bu har xil mish-mishlar chiqarib keltirib chiqarishmoqda. Bu ertaga bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bolani yana ham onkologik kasallikka oshib ketishi shubhasini oshirib yuboradi degan noto'g'ri nazariyalar paydo bo'lgan. Men shu fursatdan foydalanib mutaxassis sifatida aytmoqchimanki, bu narsa juda ham muhim, kerakli narsa. Ertaga bu bolajonlarimiz katta bo'lganda, ona bo'lganda shu kasallik bilan kasallanish ehtimolligi tushadi. Bu isbotlangan narsa. O'shaning uchun
ota-onalarimizga yana ham bir marta ta'kidlamoqchimanki, iltimos, bu o'sha farzandingizga shu emlashni taklif qilganda albatta buni emlashni kerak, lozim, shart. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bu onkologik kasallik bilan kasallanish bu sog'aymaydi, tuzalmaydi degan hukm emas. Bu kasallikdan sog'aytirib yuborish imkoniyati juda ham ko'p. Lekin bu kasallikni sog'aytirishimiz uchun bizga erta tashxislashimiz juda muhim rol o'ynaydi. Teletomoshabinlarga shuni iltimos qilmoqchimanki, farzandingizni vaqtida profilaktik ko'riklardan o'tkazib turing. Har xil kasalliklar bilan kasallangan bo'lsa, uni vaqtida davolating, erta davolating. O'shanda u kasallikni asoratsiz davolanishiga va sog'ayib ketishni vaqtini tezlashishiga va mablag'ingizni cheklashiga sabab bo'lasiz. Rahmat, vaqt ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz hamda ko'rsatuvimizda ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz o'zlari uchun muhim, kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi va albatta berilgan bu tavsiyalarga amal qilishadi. Qadrli muxlislar, shuning bilan bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr aysizlar, omon bo'ling.